Yo, hammalarga assalomu alaykum qadrdon obunachilar. Bugungi videomizda biz FC Mobile'da open case qilamiz. Qani bo'lmasam let's go. Tak. Jigarlar, bugungi videomizda bizda 4-haftamida xullas o'sha bu yerda bizda Manchester City kelgan va bu yerda Liverpool Premier Liganing eng zo'r komandalaridan biri. Ikkalasi ham Premier Ligani. Tak, okey. Bizda pastda PSG bilan Real Madrid bor. Tak, biza bu yerda hozir ko'rishtirib chiqishni boshlaymiz. Bu Chelsea Juventusga o'xshab ketdi. 3 kunda 3 ta nimani olamiz. Bu yerda Ryan Cherki juda ham yaxshi o'yinchi, lekin u yerda pastroq bo'lib kelibdi. Okey. Tak, Liverpoolni qarasak, Liverpool Chelseaga o'xshab kelibdi. Bu yerda o'ynasanglar beradi. Tak, buni keyin bitta 3 ta o'yindan keyin bersa kerak, yana bilmadim. Okey, tak, yana nimalar keldi? Bu yerda game change kelgan. Men buni hozir qaranglar. Bu yerda men savol javoblarini bildim. Tak, qaranglar. Birinchi mana shu pasında mana hozir menda 3 va 3 deb yozib ketdi. Sizlarda birinchi kelganlaringda 3 va 1 bo'ladi. Mana shu birinchi savol javobda mana shu A'ni bosasizlar, ikkinchida B'ni, uchinchida ham B'ni bosasizlar. A, B, B. Xullas keyin o'sha bilan mayut to'ladi deb mana shu 100 ta trenirovka o'tkazadiganni berasizlar. Tak. Bu yerda bizda Harry Maguire Star Pass'da. Tak, bu yerda o'zini podarkalari. Oxirida 2 ta draft token berar ekan. Endi biz sekin open packni boshladik. Men o'ylanib ko'rdim, bizga bu yerda Donnarumma kerak. 121. Tush foizi kamroq-ku. Bu yerdan bizga hech kim kerak emas. Gerer tushsa ham zo'r bo'lardi. Bu yerda Fellaini kerak bizga yoki Lucio. Mashina ochaveramiz. Okey. Qani ketdik. Birinchisidan oldi bo'lsa, okey. Tak, Delap. Nahotki menga Delap tushmagan. Okey. Yo'q, bundan tushmadi. Pula bervorsa. Juda ham kam samolyotga open pack bo'lyapti. Juda ham. Oxirgisi. Nimaga iyi bermadi. Okey, tak, bu yerdagi o'yinchilarni ko'rib chiqamiz endi. Tak, Lucio 68,000, Kompani 60,000 bildinglar. Bu haftada prem 122 zashitliklarda 3 ta keldi. Lucio, Kompani, Van Dijk. Tak, bu yerda legendarniy Quaresma. Nima? Trivial qiroli. Tak, bu yerda Donnarumma 30,000 kelibdi bu. Sizlarga aytsam qaranglar. Donnarumma yoki Pyotr Chekh desanglar, sizlarga tavsiyam Pyotr Chekhni olinglar. Chunki qaranglar, solishtirib ham beraman sizlarga. Pyotr Chekh normal YouTube chiqadi. Tak, buni qo'yamiz. Mana, ko'rishinglar mumkin. Refleksdan ham prям любой narsalarda YouTube chiqadi. Full Pyotr Chekh hozirda YouTube chiqmoqda. Lekin o'yindagisi bilmayman. Balki o'yinda Donnarumma yaxshiroqdir. Oy, bizda bu yerda Fellaini kelibdi. Normal. Fellaini yaxshimi yoki Beckhammi? Okey. Yana kimlar keldi? Pizarro, Pizarro kelgandi. Tak, yana kimlar keldi? Stop, mana bosing. Tak, okey, Champions yo'nalishi. Bu yerda tak, yana bir bor ko'rib chiqamiz. 2 ta 122 futbolchi, bittasi Van Dijk, bittasi Osimhen. Va Messi, Maradona. Bu yerda Marquinhos, Donnarumma, Kimmich, John Neves va Federico Valverde. Va mana shu Foden ham menimcha normalniy chiqqan. Menga o'z Foden yoqardi. 47-yildan beri.
Keyin Estevo yoki Foden. Tak yıldız ishoninglar olsanglar вообще mazza qilasizlar. Shunaqa zo'r o'ynaydi, pazi ham, udari ham, yugurishi ham zo'rda buni. Ok, tak. Tap olmoqchi bo'lsanglar, Sibizlayni olinglar. Zabozlay. Tak yana kim? Bu yerda Doku kelibdi, Guihi kelibdi. Mana. Kim siz olmoqchi bo'lsa, mana shu Guihini olsa, o'zinglar bilasizlar, tak Ruben Diasdan olishinglar mumkin. Menimcha, lekin Guihi yaxshiroq. Yangi kelgan, lekin atak mashina bo'yi bor, yomon. 182, tak normalniy. Ruben Diasdagi undan baland bo'lsa kerak. 187 ekan. Shartsiga qarab. Endi Karelo kelar. Bu yerda Oreli, da mashina yozga olsanglar, ham normalniy. Mashina ham bo'yi вообще baland. 93. Seminyo ham yaxshi. Lekin mashina playstyle bo'lmabdi. Menga unaqa yoqmaydi mashina playstyle. Hatto hozir bitta nimani ko'rdim. Isak katta ko'rdim men. Mashettos ko'rdim deysan. Mana. Isak Liverpoolga o'tgan edi. Paraşüt tashlashni olishibdi. Isak, buni 109ligi вообще legenda edi. Wilson kelibdi. Bu ham Liverpoolga o'tdi. Tak, sizlarga aytsam, mana tak, xullas. Normalniy, короче. Men o'zimga shaxsan Guardiolni olmoqchi edim. Elzimga, lekin Guardiol kelmabdi. Ikkinchi boda kelsa kerak. Tak, mana sostavimni ko'rishinglar mumkin. Menimcha oxirgi marta sizlar ko'rganinglarda 123 yoki 124 edi. 125 bo'lib ketdi. Pizarro'ni full kuchaytirgandan keyin 125 ga aylandi va Alfonso Davis. Men mana shu Alfonso Davisni almashtirmoqchiman. Keyin Yassiboni, Brunoniga Courtois yoki nimani olmoqchiman. Narxi tushmaydi-da, bo'lmasa olmayman baribir. Chunki sabr yetmaydi, sabr. Tak, bu yerda Safanov, bu yerda Alvaro, yo'q, bu yerda Varatar yo'q. Mana shu Donnarumma tushsa ham zo'r bo'lardi. Sharifning jigari. Tak, Liverpooldan ham mana Rush menimcha normalniy. Okey, Gerrard olishinglarni maslahat qilardim. Normalniy. Atak mana shu Gerrard olgan Pirloni olsanglar, chot ko'p ketadi. Tak. Menimcha ko'rsatiladigan boshqa hech narsa qolmadi. Futbolni sentrdan nima kelibdi? Bildinglarmi? Bu yerdan 120-122 beradigan bo'ldi. Ishoninglar, mashina bor. Qarayli, bo'y masalan Komani tanlasak, shu Miroy Klasko bo'lish azob bor. Sizlardan ham yaxshi o'ynaydi. Bir-ikki vaqtlarda. Ba'zi paytlarda. Yoki bu yerdan olish вообще azob. Mashina olib qo'yaveringlar, sizlarga maslahatim yoki buni 500 ta ekan. 50 ta, ya'ni 5000 ta bo'lar ekan. 5000 ta. 600 ta? Bundan ko'ra mana olgan yaxshi-ku. Yo'q. Tak, bu yerda bizda boshqa. Bularni biz transferga berib olishimiz kerak. Yo'qmi? Bizga don tushdimi? Ko'rmadim men. Okey, 750 ta bo'lar ekan. Bu yerda bizga 11000 ta. Tak, Guardiol 14000 ta edi. Esimda bo'lsa, 14000 ta Guardiol kelgani yo'q. Shundan uchun 600 ta. Shunda Davis almashtiramizmi yoki Bonuni? Davis almashtira qolamiz, chunki Boni hali yaxshi turibdi. Davis ham atak normalniy-da. Ko'ramiz. Okey. Xullas, bu videomiz shu joyda yakunlandi. Akalar, iltimos, aktiv ko'tarib tashlaylar.
Like bosinglar, obuna bo'linglar, kommentariya yozib, videomizni bombardirovka qilinglar. Hammalarga xayr.